Keçireli hürmetli vatandaşlarım, benim bir vatandaşım bir sual koygan iken ben bugün şu sualga cevap verişte karar kıldım. Vatandaşım, Turan Efendi, siz tüvendikideki sual koyupsiz. Bu akale. Mesela sizin demek ki boğunuz belki Amerika Cumhuriyeti oturuşki münasibetle. Cumhuriyeti kandak tesir görüşsüzü vaka ispitiler. Şuna bu akale Xitay Kompartiyasının hakimiyeti veyran kılınsa, veyran bulsa Xitayda kandak özgürüş buludu. Biz Uygurlarning, yani Şarkı Türkistan'ın siyasi kelgüsü kandak buluşı mümkün. Bu hazırki zamandaki siyaset sahasideki yukarı seviyelik sual iken hürmetli vatandaşım, ben bunun fakat özümün göz kararışları asasıda andım bazı tarihi materyallar yoki özü siz biladigan, ben bildigan tarihi hareketler doğrusida bağlaşa tahlil qilish asosida javob berishga tirishib boqaman, lekin to'liq yetarlik bo'lmasa vatandoshlarning to'liqlab ketishini umid qilaman. Hozir siz o'ttirib qo'yayotgan bu masala hurmatli vatandoshim Turan Efendi, Xitoyning to'rbetlarida hozir to'rbet bo'lib YouTube'da to'r filmlarda orqa-orqadan muhokama qilinyapti. Münazara kılınavatı. Mesela yani geldi, hazır ben ay gün tertibini yazalmayman, gerek baskiler katem elip gelişim mümkün değil mi dedi. Cumhurda hazır Reis Xi Jinping devlet başkuruşunu yakımış iktisat işlerini başkuruşunu halimidi. Hazır Li Keqiang başkuruşka cüret kılalmıdı. Andın Mao vezir Liu He başkurmadı. Gördünüz, birisi halimidi, birisi cüret kılalmıdı. Liu He, Mao'nun veziri Liu He başkurmadı, yani taşrif etti. Bu belgesel baldurak oturup koyulgan fikirler buluşu mümkün. Xitay ziyalileri şundaq dedi, bu sel baldurup bulup ketkendek turamdı deme. Şuna baldurak oturup koyulgan fikirler buluşu mümkün. Eğer Cumhuriyet özgürlüş bulduğun bolsa, Kompartiya zavalgı yüzlense, ağdırılışkı yüzlense, delmanı şundaq vaka, yoki delmanı şundaq holat vaziyet barlık gelir. Reis başkuranmaydı. Başkurman deb cüret kıladigan adam çıkmaydı. Vezirler başkuranmaydı. Başkurman deydigan adam çıkmaydı. Çünkü bu vakitte partiya degenin hakim mutlak partiyanın inabeti ketken buludu. Halkның nazarida, halkның aldida bu inovat ketken bul, amaliyati yok. Kompartiyanın memleket işi hiç qanday inabeti yok. Onun bugünkü söylep kelişi, bugünkü turup kelişi o fakat kuralının gücü. Saxçının gücü ve harbiylerin gücü tayinibli mavcut bolup turibdi. Agar o mavcut bolup turishni, Cumhuriyet xalqining qarshi elishini, Cumhuriyet xalqining qoyil bo'lishini va qoyil bo'lgan Cumhuriyet xalqi rahbarlik qilishni xohlaydigan bo'lsa, partiya, hokimiyat, hukumat bundaq bo'lmaydi Turan Efendi. Bilib olinki, Germaniyalik bir olim bo'ladigan Cumhuriyet 3-chi xil ko'z bilan qarash degan kitobning avtori, men bu to'g'rida keyin yana to'xtalman, hozir kitap mening qo'limda yo'q. Cumhuriyet 3-chi xil ko'z bilan qarash degan kitobning Germaniyalik avtori. Tiananmen voqeasi to'xtalgan. Maxsus Tiananmen voqeasi yozgani, lekin butun Cumhuriyet tarixini aks ettirdi. Şu avtor nima deydi o'zi? Şu avtor nima deydi o'zi? Hükümet bilen halk oturusida, yoki hokimiyat bilen pura oturusida bir külrang belbog var deydi. Bu külrang belbog'ning bir cheti purag'i tutashgan deydi. Külrang belbog'ning bir cheti hukumatga tutashgan. Agar sen bu külrang belbog'ni to'g'ri muomala qilib, to'g'ri bir taraf qilolmasang, yoki shu külrang belbog'ni muvozanat ichida saqlab qololmasang, sening hukumat bo'lishing notayin. Ama pura kozulup seni ağdırıp etin. Lekin Cumhuriyet'da pura siz kütken pura emas. Men kütken pura emas. Bu pura Xitay purasıdır. Xitay purası qanday pura, hürmetli vatandaşım Turan Efendi? Biri bu purada, yoki Xitay cemiyetinde g'oya degan narsa yo'q. Lishang.
meyli şahs olsun, meyli kollektif olsun, meyli kompartiya olsun, bular g'oya degan. Bu Xitoy an'anasida, Xitoy jamiyatida g'oya degan narsa mavjud emas. İkincisi, Xitoy jamiyatida Xitoy kompartiyasi hukmronlik qilsin, meyli Kuomintang hukmronlik qilsin, bu jamiyatda haqiqatga izlanish, haqiqatni prinsip tutunish, haqiqatni qo'llashish, haqiqatni himoya qilish, haqiqatni o'z shaxsiyatining maydoniga aylantirish yoki haqiqatni partiyaning prinsip maydoni va siyosatiga aylantirish Jungoda mutlaqo mavjud emas. Xitoy millati haqiqatga cho'qinadigan, haqiqatni izlaydigan, haqiqatga intiladigan millat emas. Uning yoki bu Xitoy millatining tabiati oldidagi manfaat. Oldidagi manfaat qondirilishli bo'ldi. Uningda bunda g'oya, bunda haqiqatga intilish degan narsa mavjud emas. Shunga Xitoy millati nopozga cho'qinadigan. Agar nopoz bir qaroqchining qo'lida bo'lgan bo'lsa, qaroqchiga cho'qinish, nopoz bir doyning qo'lida bo'lgan bo'lsa, doyiga cho'qinish, agar nopoz bir chivinning qo'lida bo'lgan bo'lsa, chivinga cho'qinish. Bu kim? Bu nopoz qanday tiklandi? Bu nopoz nima? Bu nopozning Jungo jamiyatida nima inovati va nima roli bor? Savol qo'yadigan bir Xitoy chiqmaydi, hurmatli vatandoshim Turon efendi. Rost. 20-asrning 20-yillarda Lushin efendi chiqqan edi. Shunda savol qo'ygan edi. Lushinning butun umri nima edi? Jungo millatining millat xarakterini, millat tabiatini o'zgartirish edi. O'rinlayapmidi? Bir odamning kuchi yetmadi. Jungo jamiyati uyg'onmadi. Shu vaqtda Lushin efendi yashagan vaqtda Jungo jamiyati qanday feodalizm bo'lgan bo'lsa, mavzuning Jungoga ham shunday feodalizmni o'rnatdi. Biz dedik-ku, sotsial feodalizmlik jamiyatni tikli Jungo hukumati degan. İkincisi Jungo hukumati qarab bakın, Jungo jamiyati qarab bakın. Bu jamiyatning ishlab chiqarish usuli nima, hurmatli Turon efendi? Qul bilan quldorlik tuzumi shaklida ishlab chiqarish usuli. Bu yerda kapitalizmlik ishlab chiqarish shakli yo'q. Bu yerda kapitalizmlik ishlab chiqarish munosabatlari yo'q. Bu yerda kapitalizmning ishlab chiqarish ko'shlari yo'q. Hech nima yo'q. Faqat zo'ravonliklar bor. Feodalizmlar bor. Feodal sotsializmlar bor. Mushundaq sharoitda Jungo xalqining ong iddiasi va ong saposi, ong iddiasi va ong qurilmasi, iddiya saposi nima degan savolga sizmi javob topolmaysiz, menmi javob topolmayman, hurmatli Turon efendi. 57-58 yillarda 20-asrning 10-yillik qarshi harakatdan boshladi mavzudan. Bu chog'da mavzudan kimlarni yo'qot, ziyolilarni yo'qot. Shu tartib bo'yicha bugun sizning vataningizda, Sharqiy Turkiston, Uyg'uristonda Uyg'urning ziyolilarini yo'qotyapti. Uyg'urning diniy akobirlarini yo'qotyapti. Mo'shalarni qirg'in qilyapti. Xitoy shu 58-yil, 20-asrning 58-yilini yo'qotgan Jungoning 2 nafar dangdor ziyolisi bor. Bunun birisi Xushi, yana birisi Xopi. Mo'sha ikkisining qaysi birisi mundaq degan edi, diqqat qiling. Men toza nima qilamadim, kallamni saqlab qolamadim. Hozirgacha diqqat qiling, Turon efendi nima dedi? Jungoning hayotlik falsafasi, Jungoning turmush falsafasi sabudo jeshve. Sabudo jeshve. Tushundingizmi? Turon efendim, sabudo jeshve. Ma'nosi nima? Qadri avval. Jungoning falsafasi qadri avval. Demak, sen hayotda nima ko'nikkan bo'lsang, sening hayoting turmushi va qaysi tartibda o'rinlashtirilgan bo'lsa, senda isyon degan narsa bo'lmaydi, senda namoyish degan narsa bo'lmaydi, senda inqilob degan narsa bo'lmaydi. Shuning ko'nikkanlar bo'lsa, demak qadri avval. Sabudo jeshve, demak qadri avval. Shunga men boshda aytdim, Jungo jamiyatida g'oya degan, g'oya ideal, iddiyalarga intilish va ijod qilish degan bo'lmaydi. Jungo jamiyatida haqiqat degan bo'lmaydi. Gapim boshlab ketib qoldi, hurmatli vatandoshim. Kechiring meni, Turon efendi so'zni o'ziga qaytib kelaydi. Jungoda o'zgarish bo'lsa, buning uchun avval birinchi bo'lib Jungo kompartiyasi javobgar bo'ladi. Nimaga javobgar bo'ldi, Turon efendi? Sen o'zgarishda yetib kelayotgan o'zgarishni tinch yo'l bilan xuddi Rossiyadagidek, xuddi Chek va Slovakiyadagidek, xuddi G'arbiy Yevropa va Sharq Yevropadagidek tinch yo'l bilan tamomlab, tinch yo'l bilan huquq o'tkazib berishni tamomlab, Jungo xalqining roziligini qo'lga keltira olsan yo'q.
Bunun için hazır Cumhuriyet'te köplep partiya yok. Birli mutlak, hakim mutlak, müstabit tizimini üzgü belgi kılgan Kompartiyadan başka hukuk ötkizip alıdığan ya rehberlik kılgan ikinci bir kişi yok. Siz şunun işinin ki Cumhuriyet tarihide hiç kaçan nopuz degen bulup bakkan emas. Özüdün özü tikligen nopuz degen bulup bakkan emas. Mesela Can Joşin'in nopuzunu Amerika Koşmuş Ştatları tiklepmedi dolar bilen pul bilen. Mesela Mao Zedong'un nopuzunu Rusya Stalin tiklepmedi dolar bilen pul bilen. Her bir yerden bilen. Cumhuriyet'te başta ettik hakikat ve gay işkinesi bulmagan iken Cumhuriyet halkı degen özünün nopuzluk adamları tikleyeleydiğen halk emas. Nopuzluk adamlarını oturup çıkaralaydiğen halk emas. Bundak ahvalaslı bir devlet, mesela Cumhuriyet'te bir devlet reaksiya devrine kirdiğen bolsa. Qanday reaksiya devrine? Hiç kimnin gepini hiç kim anlamaydı. Hiç kim boysunmaydı. Hiç kimni kollamaydı. Başta anarxizm bu devlette evcigi çıkan buludu. Hareketinin ceryanına kirgen buludu. O vaxtıda kurallık elişiş. Milletariz. Mesela aynı vaxtı Can Joşi devirdik, Kuomintang devirdik, 12 milletariz. Şansın sesaylanmış onun içinde 12 milletariz. Mao Zedong'un öz tabiiyetiyle özüde etkan 11 milletariz. Kendiniz mi? Eğer Rusya, eğer Amerika Koşmuş Ştatları Cumhuriyet'e birlik keltirmegen bolsa, Kompartiyanın Cumhuriyet'e hakimiyet bilişi hiç taşlık kılmagan bolsa, mesela Irak Stalin, aynı çağdaki MacArthur, Amerika'nın generali MacArthur, Marshall'lılar. Kollamagan bolsa Kompartiya hakimiyet şekillenmeydi turan efendi. Bugün değil, şundak parçalandı, şundak devirge özgürlük devri kirdi Cumhuriyet değil. Hoş kim? Hukukluk işkence bir adam var mı? Nopuzluk bir işkence adam var mı? Bu özgürlük devrini kabul kıldığın bir partiya var mı? Çet ali qarap bakın. Benim sözümge işenmisiniz? Man erkin dünya, Amerika, Germaniya, Angliya, Kanada'da yaşavatkan Xitaylarning hali qarang. İttifaqlaşalığını yok. İttifaqlaşalığını yok hürmetlik vatandaşım Turan efendi. Hazırlıkçı ittifaqlaşalığını yok. Birinin kötünü biri kollab yaşap geldi. Lekin Uygurlar şundak resmiyetçilik ve şundak kat'ilik ve şundak adillik ile ittifaqlaşkan idi. Uygurlar ne? 2017 yılı 11 Canan 3. günü Xitay nayt ustalık bilen parçalar. Uygur'un dava koşulunu parçaladı. Uygur'un teşkilatçılık oyunu parçaladı. Biz bu iş teşkilatçılık bilen Xitay'dan olqıp çıkıp Xitay'dan ötüp ketken bir halda chet elde Uygurlar teşkilleniş, grup biliniş, teşkili faaliyet kılış yüzlengen muşu bir peytte çedemedi. Xitay Uygur'da teşkilatçılıktan çedemedi. Şunu o parçaladı. Vatandı müşaki çıkagan Uygur davasını çekleş, Uygur davasının aldığını eliş, Uygur davası toskulluk kılış, Uygurların